Bugün 50'ye yakın, 50'den ziyad toy bollarımızda hakikat toylarına, yaxshi niyatlarini nishonlash maqsadida bugün onaxonlarimiz, jajji farzandchalarimiz tashrif buyurishgan. Tumanda jajji mana shu yosh yigitlarni sunnat to'ylarini o'tkazib berish maqsadida mana shunda dasturxon yozib siz azizlarni taklif etgan. Jajji yoshlarimizni ham kelajakda xuddi mana shunday tadbirkorimizdek bir yaxshi bir sohani egasi bo'lishini, mana shunday qo'l ochib bir elga xalqqa xizmat qiladigan bir farzandlardan bo'lishini biz so'rab qolamiz. G'animat, g'animat, imkon g'animat, g'animat. Moyga bostirma ko'zingni, imkon g'animat, g'animat, imkon g'animat, g'animat. Avvalambor bugün to'y bo'layotgan, sunnat bo'layotgan yigitchalar baxtli bo'lsin, katta bo'lsin.